Assalomu alaykum, yaxshimisiz? O'zingizni Yaxshi. tanishtiring. Yaxshi. Men atim Abduahad. Dizel yoqilg'isi qo'yapsiz. Dizel quydim. Passiyani olasiz shu yerdan. Birinchi ret. Birinchi martaba. Birinchi marta. O'zim birinchi marta O'zbekistonga kiryapman. Bu joyini kelib siz adashmadingiz. Bu hali yangi, juda ham sifatli mahsulot beradi. Aynan mana shu zapravka. Bu tarmoqlari juda ham ko'p. Yana boshqa joyda ham zapravkalari bor. Bu yerdan ko'p avtosalonlar aynan mana shu yerdan, mana Kia, Hyundai, inomarkalar ham aynan mana shu yerdan oladi. Buni yurasiz. Keyingi safar olishingizda yana syomka qilamiz. Muxlislarga mana shu yerdan o'tuvchilarga yoritib berasiz. Mahsulot haqida qanday ekanligi bo'yicha. Bo'ldi. Bo'ladimi shunday? Bo'ladi. O'zi har doim qayerdan zapravka qilasiz? Men negizi Qozog'istondan zapravka qilaman. Qozog'istondan. Qayerdansiz? Men o'zi Bishkekdan. Bishkekdan. Bishkekdan keldim-da. Mehmon. Ha, yaxshi. Ismingiz kim? Abduahad. Abduvohid aka, qarang. Bishkekdagi narxlar qanaqa? Bishkekdagi narx undan arzonroq. Qanchaga arzon? $75 bo'lib qoladi shunda. $70 shunda. Toshni ayta olmayman. Bir olishingizdan necha litr olasiz? 500 olamda. 500 litr. Qarib yarim tonna ekan. Yarim tonna. Xursandman aka. Tinchlik, xotirjamlik. To'g'ri adashmasdan keling. Zo'r mahsulot har doim. Sifatli mahsulot beramiz. Globni shu salarkasi yaxshi bo'lsin. Zo'r aka, zo'r Birinchi yo'l yurasiz. qo'yishdi. Zo'r, nasib bo'lsa, sog' bo'ling. Do'stlar, ko'rishimiz mumkin. Mana parallel ravishda Qirg'izistondan mehmonimiz aynan mana shu joydan zapravka qilib ketyapti. Bu ishonchli zapravka va ishonchli mahsulotlar yetkazib beradi. Tinimsiz mehmonlar kelyapti, tinimsiz mashinalar kelyapti. Bizlar uspet qilmayapmiz syomka qilishga.